Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoyimiz Ultimate Trio haqida bo'ladi. Ko'pchilik Ultimate Trio haqida ma'lumot bering deganlar uchun olyapmiz buni. Ultimate Trio profilimizda PVX mahsulot bo'lib, 3 kameradan iborat. Bu mahsulotimiz issiqqa, sovuqqa chidamli. Ultimate Trio profilimizga dop rezina o'rnatsa bo'ladi. Nima uchun dop rezina qo'yiladi? Masalan, dom ko'p qavatli uylarda turibsizlar. Birinchi etajga nisbatan 9-etajda, 5-etajda shamol, shovqin, yomg'ir ko'proq bo'ladi, kuchliroq bo'ladi. O'shaning uchun odamlardan so'raymiz, domga qo'ydirmoqchi. Razmerlarini bilamiz. 1.30 ga 1.40, 1.30 ga 1.5 lik standart dom razmerlari. Mijozlar agar dom razmerini aytsa, etajingiz necha deb so'rashimiz aniq. Chunki biz klientlarga etaj baland etaj bo'lsa, dop rezina qo'yishi shart deb aytamiz. Nima uchun? Chunki bu dop rezina issiqqa, sovuqqa, tashqaridagi yomg'irni, shamolni, changni ushlab qolish xususiyati yuqori darajada. Keyin Ultimate Trio profilimizga biz mana bunaqa temirli petli o'rnatamiz. Bu temirli petli juda ham mustahkam bo'lib, ligirovka qilish xususiyati bor. Uni ustida mana bunaqa krishkalari bo'ladi. Mana qaranglar, mana bunaqa krishkalari bo'ladi. Mana bunaqa petlar bilan qo'ysa ham bo'ladi buni. Mana bunaqa alyumin petlarda ham qo'yib sotsa bo'ladi, lekin zavodda sizga 5 yil garantiya beryapti, profiliga ham 5 yil garantiya berilyapti. Bunaqa narsada sotilmaydi zavodda. Bu masalan 10 ming so'm turadigan, bu 10 ming so'm turadigan narsa. Mana petlarimiz masalan $15 turadi mana petlarimiz, temirli petlarimiz. Farqi bor. Xullas, Ultimate Trio profili standart razmerlar uchun zo'r profil. 1.30 ga 1.40, 1.30 ga 1.5 razmerlarda jetli bu profil. O'sha 1.30 ga 1.40 lik standart razmerlar uchun zo'r. Ko'pchilik bilishadi, Ultimate Trio 6000 talik profilda hisoblab bering deyishyapti, lekin razmerlardan kelib chiqib biz 6000 talik qo'yiladigan joyga 6000 talik profildan hisoblab beramiz. 7000 talik qo'yiladigan joyga 7000 profilni hisoblab beramiz. Hozir 7000 haqida gaplashishimiz o'zi noto'g'ri. Faqat 6000 haqida ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Mana Mamutda ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana Ultimate Trio profilimizni 3 kamera deganda mana ichidagi kamerasi hisoblangan. 1, 2, 3. Mana qalinligini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana ariqchasi deganimda mana ariqchasi hisoblanadi. Bu ariqchasiga rezinka qo'ysangiz, o'sha shovqinni, suvni, sovuqni ushlab qolishi anaqasi ko'proq. Xo'p, oynasini qalinligi mana bunaqasi 12 sm butilchita deganda mana o'rtasiga qo'yiladigan narsa bo'ladi. Mana narsasi ichiga butilchitaning ichiga solinadigan narsasi selka gel deyiladi. Bu 2 qavat oynani ichidagi havoni so'rib oladi. Shunda 2 qavat oynangiz terlamaydi. Tushunasizlarmi? Ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Sizlarga foydali bo'lsin deb qo'yaman bu videoni. Mana bu selka gel, mana bu butilchita, mana bu ikkita oyna bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda mana yozib qo'yilgan. Profil turi deyapti, PVX bo'lyapti. Profil seriyasi issiq seriyaga kiradi bu. Profil devor qalinligi deganda 208. Devor qalinligi deganda ko'pchilik tushunmaydi. Mana bu narsa aytiladi, devor qalinligi. Mana devor qalinligi kiradi. Hop. Ikkinchisi, hop, montaj qalinligi. Montaj qalinligi deganda mana bu narsa kiradi. Montaj qalinligi mana mamut kiradi 6 sm. 6 sm bo'ladi. Ko'rasizlar? Montaj qalinligi bu. Hop. Tabaqaning maksimal balandligi deyapti 180 gacha, maksimal 180 gacha ochsangiz bo'ladi balandligini, 180 balandligiga. Buni ham uyingizga borganda, razmer o'lchagani borganimizda joyida ko'rishimiz kerak. Chunki sizning uyingizga quyosh ertalabdan kechgacha tushadigan bo'lsa, bu balandlikda profilni qo'yib bo'lmaydi. Tabaqasining maksimal kengligi deyapti. Tabaqasi deganda mana eni hisoblanadi 80. Eni 80 gacha kattalikda ochsa bo'ladi. Undan katta ochib bo'lmaydi bu 6 sm, 6000 talik profilimizni. Undan kichkina qilsangiz bo'ladi, lekin undan katta qilib bo'lmaydi. Xo'p. Qo'sh oyna qalinligi deganda 20 beryapti. Mana bu narsa boya videoda aytganim, mana shu narsa 20. Qo'sh oyna qalinligi deyapti. Ko'p klientlarni chaqiryapmiz, ofisga kelinglar, bu yerda biz sizlarga tushuntirib beramiz. ROM haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lasiz. Nima furnitura qo'yyapti, qanaqa profil ishlatyapti, oynasi qanaqa, o'sha haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lasizlar. Chunki bular sizlar uchun kerak.
uyingizga rom qo'ydirmoqchi bo'lgan insonlarning hammasi uchun kerak, foydali narsalar bo'ladi. Shuning uchun ofisga chaqirib tushuntiryapmiz. Mana shu petlasi haqida ma'lumot oling, profili haqida. Buni o'sha 6000 trio, nima uchun 6000 trio? Bu 6000 trio profilimiz A klassga kiradi o'zi. Faqat aytayapman-ku sizlarga, standart bo'yicha olib borib uylarga uстановка qildirsanglar, 130 ga 140, 130 ga 1,5 joylarga zo'r ishlaydi. Hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Uylarga borib, bemalol ma'lumot bera olaman. Bexijolat borishimiz, ma'lumot berishimiz, profil haqida ma'lumot berishimiz, hammasi tekin. Narx-navolarni hisoblab berishimiz, hammasi tekin. Nima uchun bizni sizlarni razmerlarini so'raymiz? Nima uchun biz sizlarni uylarga boraylik? Joyingizda men sizga profil tavsiya qilaman deb bekorga aytmaymiz. Chunki sizni quyosh tushishingizni, uyingizga quyosh qanaqa tushishigacha e'tibor berishimiz kerak. Chunki biz o'sha imini mutaxassis bo'lgan holda borib sizga profil tavsiya qila olamiz. 6000 talik tushadigan joyga men sizga boshqa profilni tavsiya qilmayman. Chaqiryapsiz menga 6000 talik profilni narx-navoni berdim, boryapman, lekin 6000 talik profil o'tga bo'lmaydigan bo'lsa, men sizga 7000 talik boshqa profilni tavsiya qilishim kerak. Chunki profilni tanlash har doim birinchi o'ringa qo'yiladi, birinchi o'ringa. Chunki profilni to'g'ri tanlasangiz, romni umri uzoqroq bo'ladi. Siz romni 20 yil, 25 yil siz almashtirmaysiz. O'shaning uchun hech qachon adashmasdan, shoshmasdan pulni pul bilan taqqoslash kerak emas. Oldin siz profilni to'g'ri tanlab oling. Unga qo'yilayotgan furniturasini, mayli metalini, oynasini qanaqa bo'layotgan aniq bilib olsangiz, o'shanda sizga rom ko'proq xizmat qiladi. Shunda siz xudo xolisa adashmaysiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, charchamanglar, taninglar sog' bo'lsin.